Dunyoda tarixda shuna boylar o'tgan, hali una boy chiqmayapti. 700 necha milliard dollar puli bor odam bo'lgan. Una boy yo'q hozir dunyoda. O'sha ham o'ldimi? Kuchga olsak, butun globusga qo'lini qo'yib, liboyin chiq degani bor. Hech kim chiqolmaydi. Endi bilimni oladigan bo'lsak, shuna professorlar bo'lgan. Siz bilan men kerak bo'lsa tushimizda qilinadigan ishlarni o'ngida qilgan professorlar. Shular ham o'ldi. Nima demoqchiman? Shular ham Xudoni emas, Xudoni elchisi bo'lgan Azroil kelib jonini olayotganda bor damini ol deyapmadi. Siz bilan meni bir dona qo'riqchimiz yo'q, bir dona teleximiz yo'q. Ularni bilasiz. O'zi 50 ta eshikdan kirib ofisga kirasiz. Har bitta eshik ikkitadan turadi. Bankasi yorilib ketadi. Quroli bilan Azroil xo'sh 50-uyga kirib turib o'tirgan kreslosida jonini olib chiqadi. Ana shularni telexi, puli, kallasi, quroli, hozir yangi gap chiqqan avtoritet qani bitta Xudoni elchisini qaytarib yuboradi.